Sağınmayı, yürüyorum. Sağınmasın, sağınıp gidiyor. Ben gördüm. Vıçıdırmaya bana Ahmet gel. Ahmet gelsin. Doğru getirin, çırayla olur. Olsa çırayla söz. Esnaf bizim kadrimiz yetkizip koyayım, ben hem git veremem. Ben hem kaçayım. Vakitme. Bak şuna Volkan Ahmetcan. Dua kın işlep kesin yaxşı işlep. Ürgüleyle gel. Ama da kuat kılın terbiye. Buraya köp sağlar, köp katarda bolamdı. Terbiye kısırlar, medet kısırlar. Buraya Kur'an'da bir hatta bir işkas kesin. Huda atından güley Huda siler diyem ömrülen uzak olsun. Beni yaşımdan birsin qarip yürürler Huda Perver. Sen yolların soğuk olsun rahmet. Allah. Rahmet Yürüyoruz. Yok ben de Kılın aslında şu oğlum. Hani özüm düğün attım yine özüm kutu var şu balam. Hep böyle balası böyle işim var. Ama özümüzü balam değil. Üstüme gelin. To'xta. Meşidine, lenge bunlar, bollarınızda hammalarga bir nima qilib qo'ying. Ölmüşler so'lsin. Qo'shaqanlar yaxshi keldilar. Yoshlarim hayotlarga ketsin. Qo'llarim ochiq bo'lsin, yo'llarim ochiq bo'lsin. Madinada Allah'ım babam diye Millerimi desin. Kollarını baktılarsın. Ünlüleri de kessin. Diyece. Burada okumasın. Konuşakan diye burada okumasın. Yaxşılık küllerin amanını saksılamasın. Bunun babasıyla yok. Kullarını çatırmayacağım. Ben verdim. Kirecek yanına teyarlı yapınca. Ha, sizi. Kirecek. Qaysiniki bu? Uruk dişçi. Qizi, ha. Uruk dişçi kirecek. Bega kireler. Bega kese. Nemengenge vuru kur oynasıp kegende vursa vurarlar. Mana bu o'qib beradi. Yur. Valla koreyinden kimdiler? Koreyine indikiler. Oting nima edi? Baqa yur. Yur, andan keldi. Usuldan konuşarız. Kirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akibetul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve ashabi ecmain. Bugünkü müstakillik günlerimizni ajoyib davrlari mana bahor bo'lyapti. Bahor munosabat bilan mana qishlog'imizda katta kichilari Allohning yo'lida xudoy qilishib, bir piyola choy ustida gaplashib, yoshlarimizga ko'p pand nasihatlarni qilib o'tkazildi. Endi bugungi kunda ayollarimiz, ya'niki onaxonlarimiz, opaxonlarimiz, qizlarimiz ham to'planishib, xursand bo'lishib, Langa buvimizni tavob qilishib, Allohdan tinchlik, salomatlik so'rashib kelish uchun to'plandilar. Bularning ham umrlari uzoq, tallari so'q bo'lsin. Farzandlarimizni aql qilib, xushlik qilib, katta qilishlarida Alloh taolo bularga kuch-quvvat bersin. Alloh taolo hammalarini uzoq yillar sog' salomat saqlasin.
Fakat Perverdigar farzandlarimiz hammasi yaxshi bo'lsin. Qizlarimiz, kelinlarimiz, ayollarimiz sharmi hayoli bo'lsin. Yurtimiz yana ham tinch va farovon bo'lsin. Yurtimizda tinchligi ko'proq ayollarimizga bog'liq bo'ladi. Ayollarimiz sharmi hayoli bo'lsa, hurmatli, izzatli bo'lsa, farzandlarimiz ko'rkam bo'ladi. Chunki erkaklar ko'proq ko'chada yurib, bolalarni mana bu tarbiyasidan uzoqlashib qolishlari mumkin bo'ladi. Ayollarimiz har kecha, har kunduz maktabdan kelgandan keyin albatta farzandlarini yuvib tarab, odobli, ehtiromli qilib, ota-onalarga hurmatini oshiradigan insonlar bular ayollar hisoblanadi. Shuning uchun bu opalarimizga, onaxonlarimizga, singillarimizga uzoq vaqt sog' salomat yurib, qishloqlarimizda feyzi barakatli bo'lib, yerlarini hurmatlab, izzatlab yurishlarini Alloh taolodan so'raymiz. Alloh taolo hammalarini umrdan uzoq, tanlarini so'qsin. Bilan gapimiz doim Alloh taolodan hojat so'raymiz.